Avvalambor assalomu alaykum parranda boquvchi akaxonlarimiz, ukaxonlarimiz. Mana bugun 2025 mart oyi 12-mi? Sanamiz bugun 12 to'g'ri. Mana video qilib parrandalarimizni video qilib chiqarmoqdamiz. Mana shu parrandani induk, mana shunaqa narsalarga qiziq qolgan bratishkalarimiz, bratanlarimiz, opa singillarimiz kimdaki qiziqsa mana shu telefon nomer qo'yib o'tib ketamiz. Aytib eshittirib 91 473 05 09 ismim Abbos deb murojaat qilib chiqaverasizlar. Jo'jalar nasib bo'lsa mart oyi tuxum qo'yishni boshlagan, hozir tuxumlar yotibdi barisi. Endi o'tkalarimiz ham hammasi tuxumlar yotibdi. Mana shu aprel oyidan telefon qilsanglar, nasib bo'lsa jo'jalar chiqsa, jo'jalardan barcha aka qiziqqan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga, tog'a kimdaki parranda ishqibozlari hammasiga nasib bo'lsa yetkazib berishga qo'ldan kelgancha jo'ja chiqarsa, nasib bo'lsa hammaga ulashamiz jo'jalarni. Mana endi o'tkalarga 9 ta makonimizga 2 ta xo'roz qo'shganman. Mana 17 ta makon kurka, 2 ta xo'roz kurka, 8 ta bitta deyishgan, 6 ta 4 kimlardir 6 ta kimlardir 4 ta bitta qo'shing degan endi o'tkani indukka 8 ta bitta. Ma Ma yaqindan ko'rsataman, yaqinroqdan. Ma ko'rasizlar. Zoti yomon emas, hammasini zotiga gap yo'q. Mana shu xonni to'qiluvchi. Xonni to'qiluvchi makkalar yerga och bo'lsa agar makkani qo'yamiz shular. Men yangi ixtiro hozir chiqaraman. Yangi kashfiyot chiqaramiz. Endi o'tkalarni g'ozam bosyapti. Qani nasib bo'lsa g'oz bosgandan urug'li kimlardir shunga ham amaliyotdan o'tkazib urug'li pelis-melisi to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi, anosini chiqarib amaliyotdan o'tkazib ko'rsatamiz. Mana endi o'tkachalarning joyi mana shularning 9 tasiga men 9 ta tuxum qo'yayotgan uyachalar qilib qo'yibman. Oxirgisiga mana shu tovuqlar tuxumini titlamasin deb tovuqlar ham bor. Mana shularning tuxumiga jo'jasiga tuxumini qaynatib berishga xonak tovuqchalar ham qilib qo'yibman bir 10 ta. Bu tuxumlarni titlamasin deb tuxumlarni mana sandiq